Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz tozalikka rioya qiling. Bugungi mavzuyimizning shiorasi shaxsiy gigiyena, sog'lom hayot kaliti. Bolajonlar, biz qanday qilib sog'lom hayot turmush tarziga o'tishimiz mumkin? Albatta, bunda o'zimiz va ota-onamiz qaramog'i ostida. Ya'ni qo'llarni yuvishni bunga misol qilib keltirishimiz mumkin. Toza qo'llar. Nega qo'llarni yuvish kerak? Ya'ni virus va bakteriyalarni yo'q qiladi. Bolalarning sog'lom o'sishini ta'minlaydi. Kasalliklardan himoya qiladi. Oziq-ovqatni xavfsiz tutadi. Qo'llarni qachon yuvish kerak degan savol ham tug'iladi albatta. Ovqatdan keyin va oldin, hojatxonadan so'ng, yo'talgan yoki aksirgandan keyin, axlat tashlagandan keyin. To'g'ri qo'l yuvish qoidalari, ya'ni bosqichlari. Bunda qanday yo'l tutiladi? Qo'llarni avval ho'llaymiz, so'ngra sovun surkaymiz. Kamida 20 soniyadan so'ng, ya'ni 20 soniya ishqalangandan keyin suv bilan chayib, toza sochiq yoki fen bilan quritib olamiz. O'tkir, yuqumli ichak va kasalliklardan himoyalaning. Mutaxassis tavsiyasi asosida profilaktik chora-tadbirlari. Qaynatilgan va toza suvni iste'mol qiling. Ovqatdan oldin va hojatxonadan chiqqach qo'llarni sovunlab yuvish odatini unutmang. Meva va sabzavotlarni yaxshilab yuvib iste'mol qiling. Tayyor ovqatni yopiq holda saqlang. Noma'lum sharoitda tayyorlangan ichimlik yoki ovqatlardan saqlaning. Yaroqsiz mahsulotlarni iste'mol qilmang. Mahsulot muddati va holatiga e'tibor bering. Alomatlar sezilsa, o'zboshimchalik bilan da'vo qilmang. Darhol shifokorga murojaat qiling. Bu ko'rinishda biz bakteriya va mikrobning tasviriy ko'rinishini keltirib o'tganmiz va grippdan, ya'ni tozalikka rioya qilish orqali kasalliklardan qanday qutqarilamiz? Qo'lni yuvish, tibbiy niqoblardan foydalanish, vitamin va mineral moddalarni iste'mol qilish yoki har qanday kasalliklarga emlanish. Bunda biz keltirib o'tganimiz ORVI belgilari. ORVI belgilari va profilaktika chora-tadbirlari. Asosiy ORVI turli viruslar sabab yuzaga keladigan, asosan nafas yo'llari shikastlovchi o'tkir infeksion kasalliklar guruhidir. Ayniqsa kuz, qish mavsumiga